Men o'zim o'rug'ini yaxshi ko'raman. G'orasini undan ham yaxshi ko'raman. Bir 10-15 donasini olib tuzga botirib yeb turilsa, yuzni tiniqlashtiradi. Chunki vitamin E ga boy juda ham. Ko'zni ravshanlantiradi, ko'z nurini yaxshilaydi. Chunki vitamin A ga to'la. Qoni kamlarga juda ham foydali. Chunki bunda temir miqdori juda ham ko'p. Buni varina qilib qo'ysa ham bo'ladi. Buni yana bitta hech kim bilmagan, bilgan odam juda kam. Siri bor, sirni ochamiz. Bu onkologik kasalliklarni 1-2 yo'qotib yuboradi. Chunki bunda shunaqangi rak kasal ko'payib ketdi hozir kunda. Birinchi, ikkinchi bosqichda bilinmaydi, uchinchi bosqichda bilinib qoladi. Shunga buni ko'proq iste'mol qilib turish kerak. Onkologik kasalliklarni oldini oladi. 1-2 stepizdagilarni yo'qotib yuborishi ham mumkin. Bu yana bir turi. Kayfiyati juda ko'taradi. Kayfiyati yo'q odam 5-6 dona g'oradan tuzga tegizib yesa, kayfiyat unnida ko'tariladi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Varina qilib qo'yinglar. Ko'pgina yena rak oldini oladi. Rakni 1-2 stadiyasi bo'lsa tuzatib yuboradi, xudo xolisa.